Bu dunyo mangu emas. Har bir nafas, har bir soniya bizni o'sha ulug' kunga yaqinlashtirmoqda. Quyosh nurini yo'qotgan, tog'lar paxtadek tutilgan va yulduzlar o'z joyidan uzilgan bu kunni tasavvur qiling. Insoniyat tarixidagi eng dahshatli va ulug' kun boshlandi. Olov va sinov. Mana o'sha va'da qilingan olov. Uning guldirosi quloqlarni kar qiladi, issig'i esa toshlarni ham eritadi. Bugun hech qanday soya, hech qanday panoh yo'q. Faqat siz va sizning amallaringiz. Olov devori qarshisida turgan bu ojiz jonlar nimani his qilmoqda? Afsusmi? Yoki kech qolgan tavbami? Amallar kitobi. Va mana o'sha lahza. Amallar kitobi ochildi. Har bir so'z, har bir fikr, har bir yashirin amal endi nur yuziga chiqdi. Bu kitobda xato yo'q. Unda unutish yo'q, faqatgina haqiqat. Ey inson, bugun sen o'zing guvohsan. Bu nur sening qalbingni yorityaptimi yo zulmatni ochib beryaptimi? Jannat. Ammo mashaqqatlar ortda qoldi. Iymon va solih amallar o'z mevasini berdi. Mana o'sha va'da qilingan maskan, jannat. Bu yerda g'am yo'q, qo'rquv yo'q. Faqat mangu saodat va tinchlik bor. Ey Robbimiz, bizni ham shu nurli darvozalardan kiruvchi baxtli